Hörmətli görürmənlər, bugünkü dərsimizdə yaş qrupsi və yemək-içmək haqqında olmaqçı. Yaş qrupsi deganimizdə bəzi mütəxəssislər insanların yaşı qarab 8 xil, 10 xil, 15 xilға ayırğan. Biz adət boyunca balılıq, yaşlıq, qeyriliq deb bölüb adətlənген. Endi tibbiy cəhətdən ilmiyroq həm tushundirishga oson bo'lish uchun buvaqliq, o'smirlik, yoshlik, o'rta yoshlik, qeyriliq deb ayırgan vaqtimizda demoqchi bo'lgan tibbiy ta'limotlar va tavsiyalarni obdan tushuntirib qila olamiz. Buvaqlarniki və o'smirlarniki badandagi xilit ahvoli qaragan vaqtida bularda qon xiliti üstün o'rin turdi. Ya'ni bularning mizoji ho'l issiq keladi. Buvaqlar bütün hayotdagi hücre hareketi, hücre süpti ve biyolojik cihetten umumi süpet cihetten insanların en yaxşı ahvalı, en yaxşı haltı buludu. Şunun için bu fəsildə, bu ömür fəslində bu vaxtlarga ana sütü en yaxşı ozuqluq buluş bilen billa 5 aylıqdan başlap ballarga, buvaqlarga yemek-içmekninki təmini, suyini ve bir kısım yumuşatılgan kısmını istimal kıldırışqa ügetsek buludu. Mesela ağaç suyu, köktatının, meyveninki suyu sıkılması, yoki bir qism bek yumshoq tomoqlarni asta-asta az miqdordan berib ugatsak bo'ladi. Buvaqlarni eng yaxshi emitish vaqti uzunligi 1,5 yosh atrofigacha bo'lsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. 1 yosh 8 oylik bo'lish en yuqori chek-chegara deb tanıymiz. 2 yoshdan ko'p vaqtgachilik emitish salomatlik jihatdami ilmiy bo'lmaydi. Chunki bola buvaq cho'ng'ilgan sari balaniki ehtiyoji bara-bara yemek-içmekka qarab taraq qilish bilan billa onaniki hormon ve başka bedellik şaraitlarınınki, aile şaraitlarınınki özgürüşü tüpeyilden onaniki qini quyuqlaşıp, sütü açıqlaşıp, sütdeki ozuqluqlar azayıp, balaga ozuq buluş yeriga aksincha ziyon qilishga başlaydı. Tug'ut mezgildeki hareketsizlik ve kütünüşten kelip çıkan kanның quyuqligi, şundaqla asta-asta öy işi ve emgek ve işqi berişten ibaret vazife xarakterlik işlar ve şundaqla tug'utdan keyingi bedellik özgürüşler tüpeylidən bedenning yo'g'inab ketishi ve şundaqla yemek-içmekdeki kütünüşning ve başkalarının yaratgan qulaylığı jihatdagi sebepler tüpeylidən onaniki qinida her türlü ziyonliq moddalar ko'payib, jigir maylashib, yuragi yo'g'inab, qini quyuqlashib, tomirlarda tarayish, qatishish bo'lib, natijada bu bedenden şekillengen sütniki miqdorim azayıp, hem quyuqlashib, ochiqlashib, kislotalashib, buvaqniki
normal ösüp yetilişiga ziyonliq bir ozuqliq ve manba shakllanib qoladi. Biz bunu bilmey küttük, balını yaxşı baktık deb, bunu davamlıq 2 yaşdan aşırıp emitiş, balıniki salametligi ziyonliq bo'lib qolmasdan, ballarni irodasiz, tayangoq, hamma ishni onasidan so'raydigan, hamma ishda ota-onasiga tayinadigan, irodasiz qilib yetishtirib qo'ydi. Shuningga ballarni eng yaxshisi shu 1,5 yoshgacha emitib, asta-asta ko'p xil va yerlik tamoqlarga ügütüp ve hatta ballarni o'zi iste'mol qiladigan, o'zi yemek içmekni dasturxon holatida o'zini baqalaydigan tarafga tarbiyalashimiz lozim. Bu vaqtlarga yemek içmeklerden, qo'shimcha yemek içmeklerden cho'chiri suyi, lag'man suyi, qizil üzümning suyi, gulqand, anjur murabbasi, yong'oqning azmisi qatorliqlarni bu vaqt yiyaligidek, shumiraligidek holatga keltirib, asta-asta bersak bo'ladi. O'smirlarniki tabiati, o'smirlarning mizoji ho'l issiq bo'lib, badandagi qon aylanishi va baxtlik tuyg'u darajasi bütün hayat bo'yicha eng yaxshi holatda bo'ladi. Badanning hajminiki kichik bo'lishi ve yeni tug'ilganligi ve o'sib yetilayotganligida onunki tayyor asosi. Shundaqla ailedeki bütün mehr muhabbet ve bekishning yuqori dolqunda ve yuqori seviyede balaga merkezleşişi qatorliq sebepler tüpeylidən baladaki kan seviyesi, xilit süpti bütün hayat boyunca en yaxshi holatida davom qilgan bo'ladi. Shuningga o'smirlarniki terisi poqroq, ro'yi jushqun, g'amsiz, g'uborsiz ve nayet ak ko'ngil bo'ldi. Bu sharoitni ve bu faslni yaxshi fursat bilib, o'smirlarga kichigidan boshlab ma'rifni yo'l qo'yish, badanniki xilit ve mizoj nuqtasidan ballardaki eski ilish iqtidori ve eski saqlash bo'shlig'ining pokizligi nuqtasidan intayin yaxshi fursat bo'ladi. Chunki qon xiliti es saqlash ve ügünüş, özleştiriş cihetlerindeki iktidarda intayin mühim hal kılgıç orunda buludu. Kan xilti üstün boğan yaş peslide ügünüşke, özleştirişke ve es saqlaşqa tolumu uygun bir şarait hazırlangan buludu. Şunun için nima uchun bu vaqtdan başlap, o'smirlikdan başlap ballarning tarbiyasiga ahamiyat berayli deyishimizda, bu vaqtliq va o'smirlik vaqtidagi qon xilitliq, qon ho'l issiq mizojliq bu sharoit ömür bo'yicha qayta tepilmaydigan va yoki oson qo'lga kelmaydigan yaxshi bir o'g'inish sharoiti hisoblanadi. Mana bu tibobatdagi mushu ta'limotni tatbiqlab, o'smirlik, bu vaqtliq va o'smirlik vaqtida ota-onalarimiz bolalarimizning o'g'inish, o'qish va tarbiyalanish muhitiga to'liq ahamiyat verib mablag' solishi, bolalarni bu vaqt va o'smir ekan,
bularni kelajak uchun yaxshi material qilib tarbiyalashga butun diqqati bilan ching tutib o'g'itishi lozim. O'smirlik vaqtidagi bu badallik alaylikka nisbatan farzandlarimizni ho'l issiq va quruq issiq yemekliklar bilan oziqlantirishga ahamiyat verishimiz lozim. Milliy tamoqlardan voz kechishga, uni o'zgartib etishga, ochiq, chuchmal, sovuq yemekliklarga odatlantirishga qat'iy bo'lmaydi. Bolalarni bu vaqtliq va o'smirlik vaqtida milliy yemek-ichmeklar bilan oziqlantirmagan barliq insonlar, ota-onalar bu balani shu yeshdan boshlab tamoman o'zining millatidan, odatidan, madaniyatidan ayirib etgan bo'ldi va bu ota-onalar keginlikda o'zini yaxshi ish qilgan madaniyatlik odam, diplomlik odam, madaniyatlik yuqori saviyalik ziyoli deb atash huquqidan mahrum bo'lgan bo'ladi. Bu vaqtliq va o'smirlik vaqtida ko'rgan, bilgan, o'qigan, qilgan har qandaq ish bu bolaniki ömrüge, ömürlük hayat felsefesiga va nishoniga hal qilg'uch ta'sir ko'rsatadi. Mushu vaqtdagi kompas xato ketgan bo'lsa, bolalarniki keyindan o'rganalishi va o'zlashtirilishi mumkin bo'lsa-mu, ko'z qarash, falsafa, hayot tushunchasi jihatdan uning haqiqiy o'z va asli odam bo'lishi qiyin bo'lib qoladi. Keyin o'rgangan narsa suvga, qumga xat yozgandek va yoki bo'lmasa qarindosh qalamda xat yozgandek bo'lib qoldi. Oson o'chib ketadi. Shuning uchun tomg'idek, muhrdek va tosh qo'ygan rasmdek bo'lalishi uchun bu vaqtliq va o'smirlik vaqtida milliy va tabiiy va yangi va shundaqla ilmiy bo'lgan oziqlanish odatlarini o'rgatishimiz, yerlik tomoqlarni berib beqishimiz lozim. Bunun ichida polo, qo'y go'shti sho'rpisi, lag'man suyi dahil ve her türlük murabba, gülqand ve meyğizlarni berip iste'mol qildirib o'rgatsak hem badani yaxshi bo'ldi, hem ko'nglimi yerlik bo'ladi. Yosh fasli 12 yoshdan boshlab hisoblasak 28 yoshgachilik. Yosh mezgilda qonning aylanishi nihoyatda tez bo'ladi. Dunyoni tushungan sari, harakat miqdori ko'paygan sari, her türlü açık-chuchuk hayat ve turmush tecrübelerini o'rgangan sari badandagi ho'llik miqdori ozlab, badanda quruqlik oldiga chiqishga boshlaydi. Ammo yosh vaqtidagi yurak kuchininki yetarlik bo'lishi, qon aylanish sur'atining tez bo'lishi, shundaqla moddalarning badanda to'xtab qilish, birikib qilish, to'silib qilish holatining nisbatining oz bo'lishi sababli badanning umumiy holatida quruq issiqlik ro'shan ifodalanib turdi. Shuning uchun yoshlar harakatchan, jonliq, tez javobli, o'rganish, o'zlashtirish va o'zining bilimiga aylantirish, o'ziniki tabiatida bu bilimni ifodalash va buni iqtisod va yoki bilimni oshirishga ishiltish qatorliq jihatlarda gavdalik ustunlik ega bo'ladi. Yoshlarning yana ömrüm bağu, yana qilamangu, etimangu, cho'qim mening bo'ladi, cho'qim g'alaba qila olayman
Çoxum bu vazifani rava ada qila olayman yoki bu mening bo'lishi kerak. Çoxum men xalqqa munda ulug' ishlarni qilaman deydigan ideyasi hem shu yoshniki harakatlantirish kuchi bo'lishi bilan birga bu yoshning badan sifatini ifodalab turdi. Chunki umidvor, jo'shqin odamlarni tashrifga vaqtimizda buning bo'yriga kuchli bo'ladi, yuriga kuchli bo'ladi, qon aylanish saviyasi chaqqan, tez bo'ladi. Bu yerda bir tirnoq ichib so'zlagan vaqtimizda qini quyuq bo'lgan, qon aylanishi asta bo'lgan, bo'yriga ojizlab mangan, yuragi zaiflashgan kishilar asosan umidsiz, ruhsiz, tushkun, manfiy fikrlarga moyil keladi. Endi so'zimizga kelsak, yoshlarniki qon aylanishining yaxshi bo'lishi albatta bu yoshlikni texam uzunga so'za olishimiz uchun ilmiy oziqlanishimizni talab qiladi. Tırnak içip so'zlayli, yoshlik, o'rta yoshlik, qiyirliq nisbiy bir doira bo'lib, biz bu doirani texamo kengaytirishimiz mumkin. Ilmiy oziqlangan vaqtimizda o'rta yoshga kiradigan, o'rta yoshga qadam bosadigan yosh seviyesini texam uzatishimiz mumkin. Balkim salomatligimiz yaxshi bo'lsa, qilgan ishimiz yaxshi bo'lsa, o'rta yoshlikni balkim 40 yoshgachilik uzata olishimiz, o'rta yosh kirish qismini 40 yoshdan boshlashimiz lozim, mumkin. Ba'zi diqqatsiz yoshlar o'zini yemak-ichmakda buzib olib, yaxshi ishlarni qilmaganligi sababli bularning o'rta yoshini 25 yoshdan boshlashimiz, hisoblashimiz mumkin. Endi asli gapga kelgan vaqtimizda yoshlar o'zining salomatligini obdan asrishi, o'zining yosh mezgildagi sog'lom, jo'shqin, kuchlik, quvvatlik bu holatini xalq foydali jihatlarga ishlatalish uchun 3 vaqt yaxshi oziqlanishi, oziqlanganga tushliq buni harakat va yaxshi ishlar orqali badandan bu o'shiqchi energiyani chiqarib o'tishi, her zaman chiniqishga ahamiyat berishi, qilgan ishlarini her gün hesabını so'rab turishi, o'zini o'zi tanqid qilib turishi, o'zini tutib olishni bilishi, yemek içmek orqali singdi, yeyaladim deb o'ziga zankashlik qilmasligi, yegan taqdirdami yerlik, milliy va tibbiy qonuniyatlarga uygun bo'lgan yemekliklarni iste'mol qilishni odatga aylantirishi lozim. Her türlük malaçer, dapenci, kola, mineral su, yeşil çay, kök çay, kogo, gangpen, şipen, içimlik, çekimlik, barlık məs qıldıgan, xumar qıldıgan, oğrıqın toxtuduğan, yoki vaqtincha hech nim sezmaydigan, qiladigan shunday yemek-ichmaklarni, axlatlarni va boshqa madaniyatdan kelgan va yoki boshqalar qilib hozir tashlab o'tgan axlat yemeklik va axlat odatlarni yo'qtirib olmaslik lozim. Bu yerda tirnoq ichib bir jumlani qistirishga to'g'ri keldi. Afsuski yoshlarning ko'pinchisi xato ishlarga ishonadi. Afsuski qiyri kishilar nurg'un to'g'ri ishlardan gumon qiladi. Endi asli gapga kelsak, yoshlar xato ishlarni madaniyat, ustunlik, ilg'orlik deb qabul qilishga va yoki uningdan saqlanmay qilishga mumkinati bo'lmay qoladi. Qisman yoshlarda xato, xatarlik va yoki o'zining bo'lmagan ishlarni
uşukçu ümitvarlık, uşukçu özgü işenç ve tolumu o'zidan xotirjam holatda o'zini ustun tajribelik bo'lib ketgan holatida his qilib, xato, xatarlik yoki o'zining bo'lmagan narsalarni qabul qilishga va ularni qabul qilish va o'zlashtirish orqali madaniyatlashdıq deb hisoblashga minib ketib qoladi. Hamma yoshda bo'lmasimi, bir qism yoshlarda yoki ko'p qism yoshlarda mushu minaliq rayonga kirib qilish ahvol mavjud. Bo'libmi yemak-ichmaklarda axlat, tabiiy sovuq va o'zining bo'lmagan yemak-ichmaklarga odatlanish va buningdan bedenining ojizlab ketishini, qalbining o'zgarib ketishini sanmaydigan bu xatar bo'lib tursinmi, o'zi mushu tuzoq tushib tursinmi, buni his qilmaydigan mushundoq parvosiz, diqqatsiz yoshlar ko'payib bormoqda. Bu yerda bir tirnoq yechib bir jumla so'z qilayli. Madaniyatdagi o'zgartish va o'zidan chiqarib o'tish projelari, urushlari yolg'iz kinochilikda yaxshi o'zi bayon qilingan, ifodalangan bo'lish bilan birga hayotning hamma qismlarida bu urush bor. Yemak-ichmak jihatdami o'zi xohlab yoki boshqalar proje, qurilish va strategiya tuzib chiqib, o'zgartish, xaraktersizlashtirish va o'zidan chiqarib o'tish maqsadlarida yemak-ichmaklar jihatdami bir millat va yoki bir to'p kishini tamamen o'zsizlashtirib o'tish, xaraktersizlashtirib o'tish bu proje va urush her zaman mevcut. Çünkü yemek-ichmaklarni xohlagancha o'zgartirib o'tish, bu mening bedenim, bu mening pulim, men nima yesam, nima ko'ring deyish bo'libmi shu yoshlarda bir qadar gavdilik. O'z xohlab yemak-ichmaklarning etilish usulini, yeyish usulini hamda bu ishlatgan materialni xohlagancha o'zgartish, yemak-ichmaklarningki etish jihatdagi fikrimiz va reseptimizni xohlagancha o'zgartib o'tish va yoki tashlab o'tish, bu o'zi xohlab buzilish bo'lgan bo'lsa, bir qism projelarda maqsadli holda arzon, qulaylik va chiroyli ko'z tutish taktiki bilan yoshlarga va jafo tortishdan yoki ko'ngil qo'yishdan va yoki yemak-ichmakka vaqt ajratishdan o'zini qochiradigan yoshlarga va yoki tarix bilimi kamchil yoshlarga mana bu shundoq qulay, ep yurish oson, chiroyli, o'zi arzon ham jalb qilarliq mushundoq ko'ringan, bilingan va yoki oldiga keltirilgan qandaqdir zamonaviy yemak-ichmaklar orqali bu yoshlarni xaraktersizlashtirish va o'zidan chiqarib o'tishga programlangan mana bu shundoq planlarni amalga oshirishga tirishyotidi. Natija sifatida bu yoshlar bara qalbidan, harakatidan, so'zdan, dunyo qarashidan chiqib, o'ziniki alayligidan, tarixidan mahrum qilib, o'zi hech nimaga tava emas, xaraktersiz, maydonsiz, o'zliksiz va madaniyatsiz holatga qarab ketib bormoqda. Gerçi so'zni yerlik qilib,
do'ppini kiyib usulni o'ynagan bilan bu do'ppining ichidagi kalla o'z bo'lmasa, buning hech bir ahamiyati bo'lmaydi. Shuning uchun yerlik yemekliklarni oz va soz iste'mol qilish, yegan tomoqining haqqini berish. Bu deganlik yeganga tushliq töhfa qo'yishqa, ota-onasiga va xalqqa vafodor bo'lishqa, shundoqla bir necha til, bir necha kasb egasi bo'lishqa biz davomli da'vat qilamiz. O'ttir yosh va yashanganlar haqidagi bilimlarni bugun vaqt e'tibori bilan biz yeni bir qitimliq darsga qoldirib qo'yishni loyiq topdik. Bugungi darsimiz mushagicha bo'ldi. Xayr xo'sh.